Ko'rdilaring akalar, qo'ydilar akamiz zarda qilib. Biz ham molni sotganmiz. To'g'ri tushunasizlar. Qachon sotganman? Molni adashmasam yanagi hafta shanba kuni videomiz qo'yilgan. Kechki payt soatni ko'rib beraman hozir. Kechki payt mana yana telefon kelyapti. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Opajon yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Xo'jayingiz telefonlari edi-ku, men shu bilan mol sotdim, o'shanga gaplashdim eringiz bilan hozir. Tushunmadim. Jizzaxdan edingiz-ku? Ha. Siz nomeringiz endi aytmadi. Bo'ldi. Eringiz bilan gaplashdim, opajon. Bolalar biroz shunday. Yo'q, eringiz bilan gaplashdim. Mana bugun 25-oktyabrgacha kutdim. Pulni tashlab olmadilar. Endi men molni bugun sotuvga qo'yaman. Uni o'sha kuni gaplashib olmaganmidlaringiz? O'sha kun men sotaman, pulni bermayman, boshqaga sotaman dedingiz-ku. Aytdim, yana bir og'iz oldinlardan o'tyapman-da, opajon. Undan keyin biz unga bo'ldi deb harakat qilmaganmiz endi. Bo'ldi, xo'p opa, xo'p. Mana eshitdilaring, molimiz sotilganmiz. Mana bu aka bilan gaplashgan ayollarning telefonlaridan telefon qilganlar. Mana xo'p. Mana shu 16 minut gaplashib savdolashganmiz. Bu kishi gudok tashaganlar birinchi. Narigi nomerdan, keyin bu nomerga qaytaring deganlarda men qaytarib gaplashib, mana mol sotilgan, gaplashgan, pulni so'rab telefon qilganman necha marta. Molimiz Jizzax viloyatiga dastavkasi bilan akalar, xo'p 22,5 millionga sotilgan, 1 million zakolat tashab berganlar. Yana qolgan pulni tashab mol olib ketgan bo'lishlari kerak edi. Olib ketmadilar. Mana shu bugungacha kutdim. Mana chislo mana bugun 25-oktyabr. 25-oktyabr bo'lsa, haftaning shanba kuni, ya'ni bugungi kun, soatni ham ko'rdilaring. 12dan 17 o'tdi hozir mana ko'rib turganimdek. Molimizni qolgan pullarni tashlasalar, men mol chiqarishim bo'lish kerak edi. Qolgan pul tashab bermadilar, men mol chiqarmadim. O'zlari sotavering deb menga chorshanba kuni telefon qildilar. Pul qila olmadim dedilar. Xo'p, zamida 1 million pul tashab bering dedilar. Men aytdim, tashab bermayman. Sababi molni zakolat nima uchun olinadi? Zakolat shu molni oldim degan hisobda olinadi. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Akajon yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bezovta qilmadimmi? Yo'q. Chustdan bezovta qilyapman. Nima gap? Tinchmi? Tinch, akajon o'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi. Akajon mana 25-oktyabr shu kungacha kutdim. Nima bo'ldi? Pul bo'lmadimi hali ham? Yo'q, men olmayman deb aytdim, sotavering dedi sizga. Endi bir og'iz mayli, bir og'iz oldingizdan o'tay deyapman yana. To'g'ri, ular sotuvga qo'yganim yo'q, to'g'risi. Chunki aka siz 1 million zakolat tashagan-ku, to'g'rimi? Shu payt aytdim-ku sizga, sotavering, sotsaz berasiz dedim. Boshqa gap aytib qoldim. Yo, bo'ldi. Prosta akajon qarang, bir og'iz oldingizdan yana o'tyapman deyapman. Prosta qarang, bugun 25-oktyabr, 12:13 mana vaqtimiz. O'sha kungacha kutdim. 1 million zakolatingiz bor edi. Siz pulim bo'lmadi dedingiz, to'g'rimi? Pulim bo'lmadi, sotavering dedim. Bo'ldi. Prosta endi yana bir og'iz oldingizdan o'tib qo'yay deyapman-da. Aka hali bugun endi sotuvga qo'yamadi yana. Mayli. Bo'ldi aka. Sotavering, ovoringizni dedim, bojarim. Bo'ldi akajon. Xo'p, o'shanga bir og'iz telefon. Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozmandlari. Lutfullo mani kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar uchun sutga boy, o'ta dahshatidan bor. Chotlarni yerib bang'illatib beradi. Shunaqasidan. Hurmatli chorva ishqibozmandlari,
Bolasi xunajin 4-tug'ish. Ba'zilar buni 3-tug'ish. 8 ta butun tishi 3-tug'ish deydi ba'zilar. Biz to'g'risini aytamiz. Sababi bir qo'l moshinaga o'xshagan bor, bir qo'l. Bolasi xunajin. Bolasini aytasiz mana. Bo'ylari, g'o'dalari kelishgan. Sigirimiz lekin yerga yaqin mol, lekin mahsulot o'ta dahshat. Shuni o'ring. Egalari 10 litr dedilar, men 8 ta 9 ta sut sog'dim. Mol sinalgan. O'zim sog'ib ichib, garantiyalari bilan qo'yyapman. Mana. Sog'inlari bu tomondan ham ko'rsating deganlarga 4 talasi ham joy-joyida. Jo'jon. Ko'rsat o'zingni. Mana. Chorva ishqi xizmatlari sizlarga 4-tug'ish, tishi 8 ta butun. Manzilimiz Namangan viloyati Chust tumanida. Narxi, bo'ylari hammasini ko'rsatamiz. Videoni diqqat bilan kuzating. Sigirimiz 4-tug'ish, sog'inlari butun, ko'rib turganingizdek kelishgan. Shoxlari ham chiroyli, sog'inlari mana. Yon tomondan, orqadan mana. Hammasi yaxshi. Govdasi 1.17-18 cm. Bo'g'oz qisirligi toshnik bilmaymiz, to'g'risi. Mana ko'rib turganingizdek. Egalari lekin 2 oylik bo'g'oz dedilar. Men lekin qo'l soldirib ko'rmadim. Bizlardan buni bo'g'ozligini hisobga olmasdan savdo qilaverasizlar. Bolasi mana o'zi bilan teng. Narxi shikalat narxda qo'yib beraman. Faqat Telegram, WhatsAppdan akalarimiz telefon qilishyapti yoki o'zimizni tanishlar aytyapti, bizlarga birinchi tashlang, YouTube'ingizga qo'ymasdan dedilar. To'g'ri, sizlarga birinchi tashlasam olyapsizlar, olmayapsizlar emas. Rahmat shunchalik, lekin to'g'ri tushuninglar. Menga YouTube, Instagram tarmoqlarim yurish kerak. Menga shu zarur. Menga mol foydasi qiziq emas. Oldin ham aytganman, hozir ham aytaman. Mahsuloti bu bozorda 15 ta deydi. Sizlarga 10 ta emas, 8 litr naqdga garantiya beraman. Bo'yi 1.17-18 cm enasiniki, bolasiniki 1.8 cm chiqdi. Enasi bilan teng bo'lib qolgan. Ko'rib turibsizlar. Xo'p, manzilimiz Namangan viloyati Chust tumanida. Telefon raqamlarimiz 97 kodi bilan 033 0316 raqamlariga telefon qilishingiz mumkin. Sigirimiz suskalari yumshoqqina. Varillab sog'averasiz. Tishi 8 ta qippa qilich. Va. Buni turishini qarang, turishini. Akalar o'zi mana kechirasizlar, WhatsAppdan, Telegramdan promoy video qilib tasha olmayman. Buni YouTube kanalim uchun qo'yganman. Chunki narx yondiradi. Ena ham, bola ham yondiradi narx bo'yicha. Bolasini ham ko'rsataman, orqa, oldi, yon hamma yoqdan ko'rsataman. Mana. Yondiradi. Bolasi mana bu tomonda. Ko'ringlar, orqalari, oyoqlari va pishim zo'r sigirlarimiz mana. Tan joni sog'ligi, tepmaslik, suzmaslik, seuskasi qattiq emaslikka ham garantiya beraman. Tishini ochib ko'rsating Hamdullajon. Bizani endi o'g'ilcha shogird bo'ladi-da, bu ko'rsatadi, regirovka qiladi ko'pincha joylarda. Oching, katta ochib ko'rsating mana. Mana tish 8 ta qilich. Bunaqa mayda-payda emas. Bo'ldi. O'g'lim endi qarang, men sigir yechib beraman. Siz yetalab ko'rsatasiz. Yetalab ko'rsating Hamdullajon. Men bir ko'rsatay bularni. Ana. Orqalari, oldilari, enasi, bolasi bilan teng yurib yotibdi. Olib keling bu yoqqa. Olib keling. Ana, olib kelingchi. Boylangachga boylab qo'ying, masjidga. Boylang. O'zi chiroyli qilib bog'lab qo'ying. Buni qarang, jonivor. Taglari vahshiy o'zgachada buni borib. Ko'rib turganingizdek, sigirimiz joyini topdi. Mahsulot o'ta dahshat, ishoning. Mana. Hajjon. Chotiga sig'maydi bor idish. Bolasini yechib emizdiring Hamdulla boy. Emizdiring. Mana shu ona 6 yashar o'g'lim. Xo'p. O'zi mana bemalol shu bolasini yedirib sog'ib beradi sizlarga. Emizdiring. 4 talasini bu tomonga o'tib oling o'zingiz. O'tib oling. Ko'rsating. Bilasiz-ku qanaqa qilib olishni? O'zi doimgidek. Mana, 4 talasini emizdirib bir
Sog'ib berasiz, 4 talasini ham, xo'pmi? Emizdiring. Bering bolasini tortib turaman, siz sog'ib bering endi. Va. Sog'ib ber. 4 talasini ham sog'ib ber. Yumshoqmi sizga, qattiqmi? Yumshoq. Sog'ib ber, 4 talasini yaxshilab qo'lingizga sog'ib ber. Bo'ldi, ha. Bo'ldi, shunaqa bo'ldi, nariginisini ham. Ular qattiq deb o'ylamasin, qattiq sog'ib tashlagan. Yumshoqligini aytgin, rostini aytgin. Podpiskilarimizga biz yolg'on gapirmaymiz, bilasan-a? Yumshoq. Yumshoqmi? Yumshoq. Ha. Parralab soqqinchi o'shini ham. Soqqin o'shini ham. Bunisini ham. Orqadagi bunisini ham. Bo'ldi, yerga solib tashlamagan. Bo'ldi, ana. Endi buni qara. Men senga aytaman, ha, video qo'ymaganimizga ancha bo'ldi. Agar bular like bomba qilsa, biz ham bomba narxi aytamiz degandimi? Ha. Qancha deymiz? Xo'p, aytchi. 25 million. Qancha deymiz deding? 25 million. 25 million. Bolasi xonajinku buni o'g'lim. Kelishtirib aytamiz, bular bomba qilamiz bugun deydimi? Agar bu 8-9 litr sut beradi. Nima deyapsiz? Qattiqroq gapiring. Agar bu 8-9 litr sut beradi. Qancha sut beradi? 8-9 litr. Ana, eshitdilaringmi? Mana. Sog'inlarini o'zimiz. Mana qarang. Shunaqa qilasiz chiqadi mana. Bunisini ham. Shunaqa chiqasiz. Shunaqa qilasiz chiqadi. Sal oyoq ko'taryapti, nimaga? O'g'lim, qani bir sog' paqirda ko'rsatamiz buni. Shu qilgan qilariga, ha? Xo'pmi? Ichlari tan jonligi soppa sog'lom, bemalol. Hurmatli chorva xizmatlari, Lutfulla Moli kanaliga telefon qilasiz. Buni sizlar uchun 25 million dedi Hamdullo. Men dadasiga aytgan degan bo'lganmi? Ha. Bo'lgan. Buni 24 emas. Ro'ppa-rosa 23 million so'm kami bor deymiz. Gap tamom, bas salom. 8 ta sutga olib ketaveradilar, tishlarini ko'rdilaring, bo'ylarini 23 million so'm kami bor. Faqat to'g'ri tushunasizlar, ayrim bir akalar, tanishlar to'g'ri tushunasizlar. Meni kechirasizlar. Bunaqa sutli zo'r molni men faqat kanalimga qo'yishni niyat qilaman. Xudo xolasa, mana qo'yapman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Lutfulla Moli kanalida 23 million so'm kam bor. Kim oldin olib ketsa shuniki. Shoshilamiz. Sog'dishiga qo'ydi, unda ham. Mana tilingan joyi. Videoda ko'ryapsizmi? Ko'rsataman. Mana. Sal nomiga shu tilingan joyi bor ekan. Lekin o'shanda ham sog'diryapti. Bemalol ushlatib, boshqa qilib sigiramiz. Mana. Sog'ib bo'ldi.